murojaatchi bugun ertalab yozyapti. Rahmat, viloyat bo'yicha hamma hokimiyatni oldida panjaralarni olib tashladingiz. Panjaralar yo'q bo'ldi. Lekin baribir kirib bo'lmayapti-ku. Panjara olganingizda. Murojaatlar bo'limi chiqib urishsa, xotin-qizlar bo'yicha, ayollar kelsa, xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosarga sanchiq bor, ayollaring keldi degan. Hokimlar. Ha, chiqsin, gaplashsin. Siz-chi kattakon. Yana aytaman, fuqarolarga hech qanaqangi to'siqsiz kiradigan alohida eshigini alohida qilib xona ochishga mayli 5 kun muddat ketadi. Hammasi albom qilib bersin. Bu har bir shahar, tuman bu xalq qabulxonadan tashqari, xalq qabulxonaning eshigini eng katta ochiq joy xalq ishidan kirib chiqish kerak. Xalq qabulxonani ham asosiy eshigini qulflab qo'yib xalq yonidan kirib chiqadigan bo'lsa, u qabulxona demak oyoq yerdan uzilibdi.